Mana akalar 5 million 650 ming so'mdan hammasi baraka bo'pti. Tozasidan so'raganlar bormi aka? Bilasizlar, Qirg'izistondan chiroylilari tushadi, go'zallari. Mana ekani 8 million 600 ming. Yaqin bo'lgan. Yo'q, bera 5 millionga mana. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Oltin chorva YouTube kanal obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun 23 dekabr 2025-yil Andijon Xoldonbek qo'y mol bozoridamiz. Bugungi videomizda qo'y va novvoz, bo'g'oz xunojin, sigirlar haqida ma'lumot qilishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha telefon raqamlarini qo'yib, telefon raqamlarini olishga harakat qilamiz akalar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz aka, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Obuna bo'lgandan keyin bizni mehnatimizni, ozgina mehnatimizni like tugmasini bosib baholab qo'yasiz. Xudo xolisa biz sizlarga bugungi ma'lumotlarimizni olishni boshladik. Kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Sirq. Sog'liqlar qanaqadan bo'lyapti aka narxlari? 3,5 dan baho aytyapti. 3,5 million so'mdan baho aytyapti. Necha oylik qo'zilar bular? Ha. Yaxshi bo'ladi aka. Necha oylik qo'zilar bular aka? 3 oylik. 3 oylik qo'zilar. Qo'chqonlar necha puldan bo'pti aka? Assalomu alaykum. Narxini qanaqadan deyapsiz ekan? Aka 3 million kam bor. Sog'liq-a? Sog'liq. Sog'. Necha oylik atrofida? 5 oylik, 6 oylik muncha. 5 oylik, 6 oylik qo'zichalar. Cho'yamsizlarmi? Qaysi birlari sotildi aka? Endi bola. Egizak bolasi bilan. Qanchaga baraka bo'ldi aka? 300. 6 million 300 ming so'mga egizak bolachalari nima aka? Bitta sog'liq. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. O'rtoqlar, Abdulla akamizni qo'rasidamiz. Sizlarga Abdulla akamiz qo'rasidan video qilyapmiz. 3 oylikdan tortib 10 oylikgacha qo'zi qo'chqorlar, sog'liqchalar akalar. Abdulla akamiz telefon nomerlarini aytib ketamiz. Aloqaga chiqib, bog'lanib savdosini qilaverasizlar. Telefon nomerlarini aytib beramiz aka. 95lik aka. 95lik 533 533 2337. telefon raqamlariga chiqib, Abdulla akamiz bilan bog'lanib, bozorlar qilaverasizlar aka. Qo'zi qo'chqorlar keraklar, soliq qo'zilar keraklar. Aloqaga chiqaverasizlar. Bular ham o'zidan arashanlaridan, afg'on qo'zilaridan, qo'ylardan deganlarga aka. Bo'g'oz sog'liqlaridan deganlariga. Bemalol bog'lanib ko'rasizlar. Sizlarga go'zallaridan ilindim akalar. Chiroylilaridan ilindim. Like bosib, podpiska bosishni esdan chiqmasin. Hammasidan olgansiz. To'g'ridan akamiz. Taraf bo'lyapti. Qo'ylarni olyapmiz akalar. Askadi. Kilo bo'lgan qo'zlar ham bor. Bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz, arashan, sog'liqlar akalar. Bemalol ko'rib, go'zalliklarni qarang aka. Chiroylilaridan ilindim aka. Xudo xolisa, To'g'ridan akamizga aloqaga chiqib gaplashib, o'zingizlarga keragini, yoqqanini, barakasini qilaverasizlar. Pulini kelishib olsanglar, xudo xolisa. To'g'ridan aka, dastavkalarimiz qanaqa aka? Vodiy bo'ylab. Oddiy bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz deyishyapti. Qarang aka. Prosta qo'y ko'p bu yerda. Chiroyli qilib paslarini olishga oltin bo'ladi, ikkalasi bo'g'oz aka.
Oldilari tug'ishni boshladi. Bu yoq xudo xolasa. Chillachi qo'zilarchi tug'iladi aka. Telefon nomerlarini aytib beramiz-a, Muhriddin aka? 77lik 28 208 28 ha 208 13 13. Muhriddin akamizga aloqaga chiqaverasizlar akalar. O'rtoqlar, ha. Qo'chqorchalardan endi 3 oylik, 4 oylik qo'chqorchalar. Bitta sog'lig'i bor xolos ichida. Qo'ng'oring. Kattachalaridan boqaman degani bormi ekan? Hozir 3 oylikdan shunaqa bo'lib tursa, bu qo'zichalar 10 oylik. Prям yashar bo'lgan paytda tasavvur qilib ko'ring. Aka, dastlabkilarimiz qanaqa buni? O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari qilinadi, xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytib berasiz aka? 90lik 90lik 700 94. Qo'zichoqlaridan baqib qo'yaman. Qurbon hayitga deganlar aka. Akamiz bilan bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar. Mana qarang. Ko'rib qo'radan chiqib ketgim kelmayapti, to'g'risi. Chiroyliligini. Mana qarang. O'rtoqlar, Xoldonbek bozordamiz. Sizdan chiqarmaymiz. Omatillo akami. Qo'zi qo'chqorlar, solovlari. Aka. Qarang. Mana. Go'zallaridan. Ehsonboblaridan deganlariga. Bor inson boplariga. Narxlari qanaqadan boshlanadi? Qanchagacha aka? 4 milliondan 5 million beradi. 4 million so'mdan 5 million so'm. Nay taraf 3 milliondan 4 million. Bulari 3 milliondan 4 million so'mgacha degan narxlarda. Xo'lasa, dastlabkilarimiz qanaqa aka? Bor beramiz aka. Bejo. Vodiy bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Telefon nomerlarini aytib beramiz aka? 90lik aka. 90lik 547 547 72 20. 72 20 raqamlariga Omatillo akamizga aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizga avvalo qoldik shu yerda. 4,5 ga o'zim baraka qilib oldim. Mana arzonchi Doston akamizni ko'rasdamiz, akalar. Xudo xolasa bo'g'ozlar, 2 oylik, 3 oylik bo'g'ozlar. Qisillari ham bor, allashomlar. 5 ta deyapsiz. 5,5 million, 5 million atrofida narx aytishyapti. Kichikroqlarni 3 million, 3,5 million so'm narx aytishyapti. Bozorga qarab 50 ming so'm arzon. Bozorga qarab 50 ming so'm, 100 ming so'm arzon. Boshlanishi 3,5 million, keti 5,5 million so'mgacha. Bo'g'oz, qisir sog'liqlar. Endi bu yoqda qo'chqorlar, xudo xolasa akalar, mana qo'chqorlarini arzonchi Doston akamizdan Abu Sahichi bu yog'i. Abu Sahi Doston akamiz o'zida. 5 Go'zallaridan 4 million so'mni pastida-yu, bu yog'i balati 5,5 million so'mgacha bo'lgan o'zi qo'chqorlar akalar. Dostonbek aka, telefon nomerlarimizni qaytarib beramiz aka. 97lik 981 94 44. Bular onlayn ishlaydi, Onlayn ham ishlaydi akalar. Sharxon Xoldonbek bozoriga kela olmaganlar, bu yoqqa Chuvama, Yakkatut, Xo'jobod bozorlariga chiqaverasizlar. Akamizni deb hamma yo'q. Qo'g'ontepa aylanib bozorlarda xudo xolasa sizlarga arzonlaridan, ehsonboblaridan baqqani ham, so'ygani ham qilib beradi aka. Bemalol Keyinlarga hammasiga dastlabki ichida. dastlabkilar ichida xudo xolasa qilib berishadi. Tortinmay telefon qilaverasizlar akalar. Omadjon akamizdan akalar 2 yasharda atrofida 1,5-2 yasharda atrofida qo'zi qo'chqorlar. Qo'chqorchalarimiz
Güzellaridan, son boplaridan. Deganlarga aka. Kattasidan deganlariga. Omadbek aka telefon nomerlarini aytib beramiz aka. 99lik 027 15 18 akamizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa tagi serob, yog'i go'zallaridan qilib beradi aka. Dastlabkalarimizni aytib bersa, Omadbek aka dastlabkasini kelishamiz xudo xolasa. So'y berish xizmatlarimiz bormi yo'qmi? Yo'q, biz so'y beramiz aka. So'y berish xizmatlarimiz yo'q aka. Oldinbek bozoridan sana akamizni kommentariyalarda aka yozib ketamiz o'zimizni fikrlarimizni. Aka charchamaysizmi? Qo'chqortamiz nech pul deyapsiz aka? 6 million so'm. Necha yasharda atrofida? Qo'zi hali aka. Bozor nech pul qildi aka? 5 ustida qilyapti. 5 million so'mni ustida qilishyapti aka. Dehqonchilik, xudo xolasa aka bu yoq. Uzunliklarni ham ko'rsatib qo'yaman aka mana. Assalomu alaykum. Charchamaysizlar? Qo'ylar nech puldan deyapsizlar akalar? 42 dan sotadi. 42 million so'mdan barakasi bo'ldi aka, xudo xolasa. Nechtasi 42 dan bo'ldi aka? 3 ta onasi 4 million 200 ming so'mdan baraka bo'ldi. Rahmat. Barcha mehmonlar aka, necha oylik o'zi? Yo, bu qo'chqor. Qo'chqor. Babacha ekan. 50 ton oldu. Babacha 5 million 400 ming so'mga. Anasını 5 milyon veriyor. Shunisiga 5 million berishyapti. Bermayapti, mana shu pulga bermayapti mana. Vereyim Abdurrahman aka bana. Bak, satıldı degan haligi. Ya jichasini udan bersin. Ha bana. Aslında satılıp olsun. Hech pulga ketdi, xudo xolasa baraka bo'ldimi? Baraka. Bo'lgan yo'q hali, mana o'zi bo'lgan yo'q. Adasiya o'qiy, adasiya nimaga chiqsin? Bosh 40 dollarga. Yo'q, bering 5 millionga mana. Ya yok. Endi ularni sen jichaman boygacha berasiz. Jichani chiqaverama. Yo'q, rozi bo'ling. Jichasi qanchaga yursin aka? Ayting-da endi. Bo'ling, bak, qarab tur. Endi 500 ming 1 million bo'lishi mumkin. Ha 1 million. Yo'q, Qo'chqarda arzamni mana Vereyim ana, qo'chqar deyap sotdim. Yo'q. Keling, ular deyman. Bu qo'chqarda. Necha pulga bo'pti aka? Qaysi birini savdo qildinglar? Bunaqa qo'y. Aka buni ikkovini sotdik aka. Buni ikkovini 8 million 600 ming. Yaqin Sog'lig'i aka. Biletda tug'adiganlar. Shuni ham qo'shib Ashu Qodirboy degani shu bo'ladi. Shu Qodirboyga berdi. Aka mana G'ulomboydan Qodirboyga o'tdi. G'ulomboy akamizdan Qodirboy akamizga ikkita bo'g'oz solib, Ikkita bo'g'oz soliqlar. 2 yashardan yoshi. 2 yashardan. Ikkinchi qoringa, значит. Yo, birinchi qoringa, Birinchi qoringa. Shu Qodirboy janasiga sotdik aka. Nech pulga ketdi dedilar? 8 million 600 ga, 8 million 600 ga. 8 million 600 ming so'mga. Baraka bo'ldi. Ha, qarang, qo'lga o'rgangan jonivorlar. Akalar, Munavvar akamizni qo'ylarni olyapmiz akalar. Hammasi birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz, yana bolalari ham bor aka. Olovlari ham kattalaridan bo'lsin. Arashanlariga nima deysiz, hisorlarga nima deysiz aka? Xudo xolasa uyingizga borib qo'zila bersa, yo ikkitadan qilib olasizda aka. Telefon nomerlarini aytib qo'yamizmi aka, narxlari bilan? Narxlari 6 milliondan 12 milliongacha bor. 6 million so'mdan 12 million so'mgacha. Telefon nomerlari aka? 90lik 409 90 90. 90lik 409 90 90. Aloqaga chiqib ko'rasizlar aka, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz qanaqa aka? Vodiy bo'ylab dastavkalar bor. Kelishaveramiz. Kelishilgan holda xudo xolasa aka qilib berishadi. Ne güzellarni. Narxlarini qanaqa deyapsiz aka buni? 6 million aka. Shunchalik nima qildingiz?
6-7 million so'mdan olishyapti. Bozorda 4 tenga turish kerak. Mana yemaganim bering deyapman sizga. Mana sizga haqiqat. Bunisiga bo'lyaptimi aka bozor xudo xolasa? Nech pulga bo'lyapti? 53. 5 million 300 ming so'm. Necha oylik bo'g'oz aka? Xudo xolasa fevralga o'tib tursa kerak. Fevralga o'tib bo'g'adi xudo xolasa. Nech pullarga bo'ldi aka? 11 million 200 ming so'mga. Hammasi qo'chqora? Arashanlaridan so'raganlariga, go'zalidan so'raganlarga, Qirg'izistondan o'tgan Bo'z degan laqabli Arashan qo'chqorimizni bolalaridan, liniyasidan aka, liniyalik tozasidan so'raganlar bormi aka? Bilasizlar, Qirg'izistondan chiroylilari tushadi, go'zallari tushadi. Bo'z taniganlar aka, qo'y bunaqalarni bolalarini ko'rib turib aka sekin savdosini qilishaveradi. Abduhakim akamizni qo'llarida bular hozir aka. Abduhakim aka, narxlarni qanaqadan deyapsiz aka buni? Ular 1000 dollardan deyapmiz aka. 1000 dollardan deyishadi. Kanal nomidan chiqqanlarga bormi aka bonuslari? Bonuslari bor, dastavkalarni qilib beramiz. Dastavkalarni qilib berishadi aka, xudo xolasa. Mana qarang aka. Go'zal bo'lib turganlaridan-da aka mana. Arashanchilar o'zi biladi. Liniyalik. Sezadi o'sha uzoqdan turib ko'rib turib aka. Telefon nomerlarimizni aytib beramiz aka. 90lik 217 217 54 54. Buni savdosi bo'lyaptimi aka? 15 million so'mga bo'lyapti. Bolasi sog'liq aka. Ikkinchi qorongasi. Rasul akamizni Arashan afg'on aralash qo'ylar aka. Qarang. Uzunlaridan, go'zallaridan baqaman deganlar aka. Bo'g'oz sog'liqlar. Birinchi, ikkinchi qoringa aka. Mana qarang. Yemasa, ichmasa bir Rasuljon aka, jicha ma'lumot berib qo'ying aka. Aka charchab qolmayapsizmi? Narxlarini qanaqadan aytamiz aka bularni? narxlarni endi bu o'yna bolalarda 15 million deyapti. Ina bolalarga 15 million. Mana shu oqtoy bolasi mana shu. Bularga 1000 dollardan. Bo'g'ozlariga 1000 dollardan. Akamiz aloqaga chiqib ko'rasiz. Telefon nomerlarini aytib beramiz. 88lik 88lik 272 272 67 17. 67 17 raqamlarga aloqaga chiqib, vodiy bo'ylab dastavkalarimiz qanaqa aka? Kelishilgan holatda qilib beriladi bu qarang aka. Sandal olib ketganlaridan-da aka, mana qarang. Yog'i, xudo xolasa 2026-yilga, yangi yilga qo'zilib beradiganlaridan-da aka. Sizlarga ilindim. Layklarni ayamasdan bang'illatib turasizlar. Sizlarga go'zallardan, chiroylilardan chiqaramiz aka. Muhiddin akamizni yana bola sori soliqlar ekan. Ikkitasi qo'chqor, ikkitasi soliq bolalik qo'ylar. Narxlarni qanaqadan deb beramiz aka bularni? Narxi 3o'ga optimga 35 million savdo bo'lyapti. To'roviga 35 million so'm savdo bo'lyapti. Telefon nomerlar 99lik 99lik 970 970 83 13. Mana bu 83 13. Sorini bolasi. Sorini bolasi aka mana. Onasi bu. Onasi mana. Onasi go'zal. Uyda akalarimizni serop ekan. Xudo xolasi bu yog'i aloqaga chiqib, bemalol qo'ylar keraklar, aloqaga chiqaverasizlar. Hoji Akbar akamizdan Arashan qo'chqorlar 7 oylik qo'chqorlar akalar. Mana qarang. Liniyalik go'zallaridan
chiroylilaridan, arashanlaridan deganlarga aka. Baba arashanning ishki ovozlari. Yutani. Raklari bosib qo'yadi. Xudo xolasa aka. Mana qarang. Narxlarni aytib qo'yamiz aka. Xudo xolasa yengilroq beramiz aka. Sizlarga. Narxlarini qanaqadan deb qo'yamiz aka buni? Bu joyga 5,5 dan o'tib beramiz hammasini. Bir joyga 5,5 million so'mdan o'tib beriladi. Aha. Dastavkasini kelishamiz. Dastavkasini kelishamiz. Telefon qilishaveradi. Telefon nomerlarini aytib qo'yamiz aka. 94lik 94lik 515 515 0099. 0099. Yana ham qo'yib yuborib. Manzil Namangan Manzil shahar. Namangan shahar akalar. Ana shanlardan baqaman deganlariga aka. Yangi o'lchaynab turibdi mana. Mana akalar 5 million 650 ming so'mdan hammasi baraka bo'pti. 1 2 3 4 5 6 7 tas. 7 tas. 5 million 650 ming so'mdan baraka bo'lgan. Ular sanashyapti, kelishyapti ular olsa. Buyog'i 7 oylik qo'zilar Yosinxon akamiz. Sotilib baraka bo'lganlar 5 million 650 dan bo'lganlar ham Yosinxon akamizdan chiqib ketdi mana aka, xudo xolasa. Yosinxon aka bularning narxlarini qanaqadan deymiz aka? Donaga 6,5 dan debdi. Donaga olganga 6,5 million so'mdan. Aha. So'rayolishdi. Hammasini bitta yerga olib boraman deganlarga qolganlarni qanaqadan qilib beramiz aka? 6 million so'mdan. Ulardan ko'ra ancha dadilroq xudo xolasa aka bular. Yosinxon aka telefon nomerlarini aytib qo'yamiz aka. 95lik Aha. 263 Aha. 269. 95lik 263 269. Xudo xolasa aka. Bu katta partiya. Yana bitta katta partiyasi bor, keyingi qo'rasini ham ko'rsatamiz aka. Hozir Bizdan bilan ularni 8 million so'mdan deyishyapti. Hammasi qo'chqor aka, xudo xolasa. 14 ta soni. Qarashan aka 14 dona soni. Ikkita tishyapti, bu bilan manusi. Bun bilan bunisi tish yorgan aka. Qolgan hammasi tish yorishga kelib qolgan. Tish yormagan. Ko'shni qaytarib turish tubanzi. Bitta yerga olganga qanaqadan qilib berib yuboramiz aka bularni? Bitta yerda olganga aka kelishtirib beraman. Hech puldan qilib beramiz, ayting. 7,5 million so'mdan qilib berishadi aka. Aka, munosibati bor. Aka Serop, xudo xolasa aloqaga chiqib aka bilan qarang. Pokizalaridan baqaman deganlarga, pokizalaridan liniya olaman deganlarga Qirg'iziston Bishkekda qo'ylar aka. 8,5 dan aka. Aloqaga chiqaversalar, Yosinxon akam qo'ylari. 8,5 dan aka.